Bu mahsulotlarning narxi atigi 4600 so'mdan boshlanadi va bu mahsulotlarni biz sizga uzun azon Wildberriesda sotishni o'rgatamiz. Mana shunaqa mahsulotlarni agar sotib olsangiz, uyda umuman chiroqqa pul to'lamaysiz. Ko'ryapsizmi? Bu mahsulotlarni sirazi tashqariga chiqish bilan o'chadi va quyoshdan energiya olishni boshlaydi va ichkariga qo'ysangiz, ya'ni bu qorong'ilikda avtomatik o'zi ishlashni boshlaydi. Hozir ko'ryapsizlar, Xitoy shu kompaniyasidamiz va juda ham ko'p mahsulotlar bor. Ko'rib turishingiz mumkin, bu mahsulotlarni qayerda ishlatishingiz mumkin. Asosan hovlida tashqariga qo'yamiz bu mahsulotlarni va bularni prosta sanchib qo'yamiz. Har biri sanchib qo'yish uchun mo'ljallangan va bu mahsulotlar quyoshning nuridan avtomatik energiyani oladi va kechqurun yoritib turadi uyingizni. Ya'ni tasavvur qiling, arzimagan siz $100 evaziga uyingizni polностью yorug'lik bilan ta'minlab olasiz. Va narxi esa 4600 so'mdan boshlanadi. Qo'limda ko'rgan mana shu, ya'ni eng kichkina formatdagi, ya'ni quyoshli ko'ryapsizlar chiroqlar 4600 so'm va eng qimmati $2,5. Har xil ko'rinishdagilari bor bu yerda va har xil joylarga moslashtirilgan. Menga asosiy yoqqanlari ko'ryapsizlar. Даже bu yerda chiroq sifatida foydalansangiz bo'ladi. Даже bu yerda ko'ryapsizlar, mana qistirib qo'ysa bo'ladi. Va bu yerda mana bu toshni ham mana juda ham o'ziga tortdi. Har xil holatda biz qo'yib foydalana olamiz. Bilasizlar, O'zbekistonda doimiy ravishda svet bilan muammo bor va mana shunaqa mahsulotlar juda ham bizga qo'l keladi va dizayn jihatdan nafaqat qishloqlarda va shaharlarda ham, современный uylarda ham foydalansa bo'ladi. Juda ham zo'r mahsulotlar ekan va narxlari ham juda ham zo'r va yengil. O'zbekistonga bunday mahsulotlarni olib sotadigan bo'lsak ham yaxshi pul ishlasak bo'ladi.